Bir kuni Hazrat Umar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga yig'lab kirdilar. "Ey Umar, sen nimaga yig'layapsan?" dedilar. "Ko'chada bir yigit meni kuydirdi, yig'lab turibdi" dedi. "Ey Umar, menga uni olib kirgin" dedilar. Haligi yigit yig'lab turardi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom "Seni nima yig'latdi ey yigit?" deb so'radilar. "Ey Allohning rasuli, meni gunohlarimning ko'pligi yig'latyapti. Men Allohning g'azabidan qo'rqayapman" dedilar. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam "Allohga shirk keltirdingmi?" "Yo'q." "Nohaq odam o'ldirdingmi?" "Yo'q." "Albatta Alloh seni gunohingni kechiradi. Agar o'sha gunohing 7 osmon u 7 yer baland tog'lardek bo'lsa ham kechiradi." Shunda yigit: "Ey Allohning rasuli, meni gunohim 7 osmon, 7 qat yer baland tog'lardan ham kattaroq" dedilar. "Seni gunohing kursidan ham kattaroqmi?" dedi sallallohu alayhi vasallam. Yigit undan ham kattaroq dedi. "Gunohing arshdan ham kattaroqmi?" sallallohu alayhi vasallam. Yigit kattaroq dedi. "Gunohing ulug'mi yoki Allohning mag'firatimi?" Yigit: "Alloh ulug'dir." Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar: "Albatta Alloh taolo o'zi xohlagan gunohlarni kechiradi. Menga ayt, nima gunoh qilding?" Yigit aytadi: "Ey Allohning rasuli, buni aytishdan sizga uyalaman" dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana so'raganlaridan so'ng yigit aytdiki: "Ey Allohning rasuli, men 7 yil qabrlarni ochib, kafanlarni olish bilan shug'ullandim. Bir kuni ansor qizlaridan biri o'ldi. Uni qabrini ochdim. Uni kafanidan chiqarib oldim. Ozgina o'tmasdan shayton nafsimga g'alaba qildi, keyin qaytib kelib o'sha qiz bilan jimo qildim. Uzoq turmadim. Shu vaqt o'sha qiz turib, senga Allohning g'azabi bo'lsin. Ey yigit, qiyomat kunida Allohdan uyalmaysanmi? O'sha kunda hukm uchun tosh tarozi qo'yiladi. Mazlumga zolimdan haqqi olib beriladi. Bu o'liklar vatanida meni yalang'och tashlab ketyapsan. Allohning qudrati oldida meni junub holatida tushiryapsan" deb aytdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom o'rinlaridan turib, haligi yigitni yelkasidan ushlab itarib yubordilar. "Ey fosiq, seni do'zaxga kirishga shu qadar hojating bor ekan, meni oldimdan ketgin" dedilar. Haligi yigit yum yig'lab tashqariga chiqib ketdi. Uyiga borib 40 kecha tavba qildi. 40 kecha o'tgandan so'ng boshini ko'tarib osmonga qarab: "Ey Muhammadning, ey Odamning, ey Havvoning Robbisi bo'lgan zot, agar meni kechirsang, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga va ashablariga bildirgin. Agar bildirmasang, osmondan olov yuborib meni kuydirgin va oxirat azobidan najot bergin" deb duo qildi. Jabroil alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. "Assalomu alaykum ey Muhammad, Robbingiz sizga salom aytdi." Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh salomdir, salom Allohdandir va salom o'ziga qaytadi." Shunda Jabroil aytdi: "Alloh so'radi, butun maxluqni sen yaratdingmi?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, meni va barcha maxluqlarni u zotning o'zi yaratdi." Jabroil aytadi: "Robbingiz aytdi, ularga rizqni sen berasanmi?" U zot sallallohu alayhi vasallam: "Ularni va meni Alloh rizqlantiradi." Jabroil aytadi: "Robbingiz aytdi, ularning tavbasini sen qabul qilasanmi?" Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam: "Alloh mening va ularning tavbalarini qabul qilguvchidir." Jabroil aytadi: "Alloh taolo aytdi, bu bandamning tavbasini qabul qilgin. Men tavbasini qabul qildim" dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yigitni chaqirib, Alloh taolo gunohingni kechirganini bashorat qildi va tavbang qabul bo'ldi deb aytdilar. Har bir aqlli, ongli inson bilsinki,
Bu hayotdagi zinodan ko'ra o'lik bilan qilingan zinoning gunohi kattaroq ekan. Ana shu gunohlarga tavba qilishlik lozim bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar deyildi. Xolis tavba bo'lish kerak. Hech xayolimiz ketmasin. Men u qadar katta gunohlar qilmaganman-ku, demak menga osonroq bo'ladi degan xayol bizni chulg'amasin. Bizni amalimiz ziynatlab qo'ymasin. Har bir gunoh uchun tavba qilishga shoshilishimiz lozimdir. Alloh taolo hammamizni tavba qilgan bandalardan qilsin.